Assalomu alaykum. Efirda Nigoh informatsion dasturi yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan studiyada Dilnoza Rustamova. Til bu millatlarni bir-biridan ajratib turuvchi asosiy belgilardan biridir. Har bir inson o'z ona tilini bilishi, uni ulug'lashi va shu bilan birga boshqa millatlarning ona tiliga ham hurmat bilan qarashi lozim. Shundagina tilning, millatning qadri va obro'yi, nufuzi oshadi. 1989-yilning 21-oktyabr kuni vatanimizda davlat tilining huquqiy asoslarini belgilash bo'yicha davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinib, unga ko'ra o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Xalqimizning muqaddas qadriyatlaridan biri bo'lgan ona tilimiz o'zining qonuniy maqomiga ega bo'ldi. 2020-yilning 10-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonun imzolandi. Shu munosabat bilan bugun Termiz shahridagi Alisher Navoiy haykali o'rnatilgan maydonda O'zbek tili bayrami tantanali nishonlandi. Bayram dasturi Navoiy haykali poyiga gulchambarlar qo'yish marosimi bilan boshlandi. Tadbirda davlat va nodavlat tashkilotlar vakillari, tilshunos olimlar, shoir va yozuvchilar, ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalari, shuningdek harbiylar ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar o'zbek tilining jozibadorligi, boy lug'aviy xazinasi va dunyo tillari orasidagi o'rni haqida so'z yuritib, mustaqillikdan avval qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonun hamda keyingi yillarda tilimiz nufuzini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatini ta'kidladilar. Tadbir San'at saroyi majmuasida davom ettirilib, Surxondaryo viloyati musiqali drama teatri san'atkorlari tomonidan ona tilimiz ulug'langan sahna asarlari namoyish etildi. Shuningdek, vohamizning taniqli san'atkorlari va folklor jamoalari chiqishlari bayramona ruh bag'ishladi. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan IT parkka tashrif buyurib, loyihaning ikkinchi bosqichiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etdi. 2 yil oldin $200 million investitsiya hisobiga ushbu loyihaning birinchi bosqichi amalga oshirilgan edi. Qariyb 4 gektar maydonda 20-25 qavatli 6 ta ofis binosi va zamonaviy kongress hol barpo etildi. Bu yerda mutaxassislar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Istiqbolli startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari tashkil etilgan. Axborot texnologiyalari, fintech, logistika, elektron tijorat, elektron ta'lim, biotexnologiya va boshqa yo'nalishlardagi loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda IT park rezidentlari soni 3200 ta kompaniyaga yetdi. Ularda 14 mingdan ortiq mutaxassis faoliyat yuritmoqda. O'tgan yili rezidentlar tomonidan $1 milliard 600 million xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, joriy yil yakuni bilan mazkur ko'rsatkich $2,5 milliard dan ortishi kutilmoqda. Eksport hajmi esa ilk bor $1 milliard marradan oshishi rejalashtirilgan. O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq 300 mingdan ziyod yoshlarni axborot texnologiyalari sohasida yuqori daromadli ish bilan ta'minlash maqsad qilingan. Xorijiy ekspertlar faqatgina sun'iy intellekt yo'nalishining o'zida O'zbekistonning salohiyatini $10 milliard da baholamoqda. Ishonchim komilki, bugun tamal toshi qo'yilayotgan ushbu yirik majmua oldimizga qo'ygan ulkan marralarni zabt etishda, shuningdek, investorlar bilan O'zbekiston o'rtasida manfaatli hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim o'rin tutadi, dedi davlatimiz rahbari. Loyihaga ko'ra, IT park hududi 1,5 barobar kengaytiriladi. Bu yerda Saudiya Arabistonining DataWalls kompaniyasi bilan hamkorlikda quvvati 12 megawatt bo'lgan $150 million data markaz barpo etiladi. Keyingi bosqichlarda yana $3 milliard investitsiya kiritilib, quvvat 500 megawattga yetkaziladi. Bundan tashqari, ushbu hududda jami 6 ta bino, sun'iy intellekt markazi, kosmos va kelajak texnologiyalari markazlari, 2 ta 20 qavatli ofis binosi, shuningdek, servis va savdo markazlari quriladi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur majmua eng zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar va bilimlarga asoslangan sun'iy intellekt hubiga aylanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kapsula qo'yib, IT park loyihasining ikkinchi bosqichi qurilishiga rasman start berdi.
2026-yilda O'zbekistonda superkompyuter xaridi uchun $100 million ajratiladi. Prezident raisligidagi yig'ilishda keyingi yil turli loyihalarda sun'iy intellekt bo'yicha 100 ta loyihani amalga oshirish uchun unga mos quvvatlar, zamonaviy superkompyuterlar kerakli ekanligi qayd etildi. Mavjud quvvatlar faqat kichik loyihalarga yetishi oqibatda tadbirkorlar o'z loyihasi uchun chet eldagi infratuzilmadan foydalanib, bunga millionlab dollar sarflayotgani aytildi. Shundan kelib chiqib, joriy yil 16 ta superkompyuter sotib olish uchun $50 million ajratildi. Keyingi yil bu mablag' 2 karra oshirilishi e'lon qilindi. Bundan tashqari, prezident Urganchda sun'iy intellekt asosida ishga tushirilgan aqlli shahar tizimini yil yakunigacha barcha hududda joriy etishni topshirdi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 8-oktyabrdagi 181-son issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida amaliy seminar tashkil etildi. Tadbir Termiz tumani Yangi Hayot mahallasida joylashgan Lamos Agro Antelli mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxona xo'jaligida bo'lib o'tdi. Seminarda viloyat va tuman hokimliklari mutasaddilari, soha rahbarlari, issiqxona egalari hamda tadbirkorlar ishtirok etdilar. Seminar davomida prezident farmonida belgilangan ustuvor vazifalar, issiqxona xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyoz va imkoniyatlar, shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish hamda eksport hajmini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga soha vakillarining taklif va mulohazalari tinglanib, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Tadbir ishtirokchilari mazkur farmon sohani yanada rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim dasturiy amal bo'lib xizmat qilishiga alohida urg'u berdilar. Sug'urta to'lovini oshirish, umrbod haydovchilik guvohnomasidan mahrum etish, qoidabuzar haydovchilar uchun jazoni kuchaytirish taklif etildi. Adolat partiyasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun Vision Zero dasturini joriy etish, maktab o'quvchilari uchun xavfsiz piyoda yo'laklarni belgilashni taklif qildi. Tezlikni me'yoridan oshirganlar uchun transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish muddatini 3 yildan 10 yilgacha uzaytirish, mast holatda o'limga sabab bo'lganlarni esa umrbod haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish taklif etildi. Shuningdek, yo'l qoidalarini muntazam ravishda buzgan haydovchilarning sug'urta to'lovlarini keskin oshirish kerakligi bildirildi. Bugungi dasturimizni ob-havo ma'lumotlari bilan yakunlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazining xabar berishicha, ertaga Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda esa o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14, kunduzi esa 25-30 daraja bo'lishi kutilmoqda. Bugun dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.